Bu mamlakatlar yaqinda bayroqlarini o'zgartirdi. Bu Suriyaning eski bayrog'i va bu esa 2024-yil 8-dekabrda qabul qilingan tarixiy bayrog'idir. Uni yana qayta tiklashdi. 2023-yilda qo'shni Qirg'iziston o'z bayrog'ini o'zgartirdi. Bundan bunga ko'p narsa o'zgarmagan, lekin avvalgi bayroqdagi quyosh ko'proq kungaboqarga o'xshar edi. Shuning uchun uni o'zgartirishgan. Keyingi bayroq Afg'onistonning bayrog'idir. Ushbu bayroq 2021-yil 15-avgustda o'zgartirilgan. Bu bayroqdagi o'zgarishlar butun dunyoni hayratga soldi. Sababi esa hammaga ayon. 2021-yilda Fransiya o'z bayrog'ini o'zgartirgan. Yo'g'e, qanaqa o'zgarish deysizmi? Mana. Mavritaniya ham 2017-yilda bayrog'ini o'zgartirgan. Bundan bunga. Bu Malavi Respublikasining eski bayrog'i va bu esa 2012-yilda qabul qilingan yangi bayrog'i. 2011-yilda Liviya katta o'zgarish qildi. U o'zining eski yam-yashil bayrog'ini yangisiga o'zgartirdi. Myanma ham 2010-yilda yangi bayroqni qabul qildi. Bu eskisi va bu esa yangisi. Iroq 2008-yilda o'z bayrog'ini o'zgartirgan. Eski bayroqdagi 3 yulduzni olib tashlaymiz va yangi bayroq tayyor. 2006-yilda Lesoto Respublikasi ham mustaqilligining 40 yilligini nishonlab yangi bayrog'ini qabul qilgan. Va shu yili Venesuela ham bayrog'ini o'zgartirgan va bayroqqa bitta yulduz qo'shilgan.